Baxt haqida juda ko'p masterlar har xil gaplarni bizaga shu baxt bo'ladi, bu baxt bo'ladi deb aytishyapti. Mani fikrimga ko'ra, mani shaxsiy fikrimga ko'ra, oilangizda yoki o'rtoqlaringiz orasida yoki judayam yaqin do'stlaringiz orasida siz bilan ichdan ichga, chin dildan ochiqchasiga, juda samimiy, hech qanaqa soxtagarchiliksiz gaplasha oladigan do'stlaringiz bormi? Yoki ota-onangizda, yoki o'zingizni jigarlaringiz ichida opa-singlingiz bormi? Bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Chunki moddiyat, yeb-ichish, kiyim-kechak, bular hammasi pul, mol, dunyo, bular hammasi nima deydi? Bu ikkilamchi narsa bo'lib qoladi-da. Insonni fitrati, qalbi taskin topadigan joyda. Ya'ni siz haqiqatdan do'stlaringiz bilan haqiqatdan samimiy, juda ochiqchasiga gaplasha olyapsizmi? Demak, siz bilingki, siz dunyodagi eng baxtli odamsiz. Sizga shuni tilab qolgan bo'lardim. Qo'shningiz bo'lsin, do'stingiz bo'lsin, jigaringiz bo'lsin, ota-onangiz bo'lsin. Siz bilan chin dildan suhbat quradigan odam, bu sizni asl baxtingizni belgilovchi ruh do'stidir.